9. Bab. Yerubaalning o'g'li Abimelek Shekem shahriga berib, o'z onasining tuqqanlariga va butun jamiyatiga: "Sizlar Shekemning oqsoqollariga, o'zinglarga hukmronlik qilishga Yerubaal Gidonning 70 o'g'lini xolamsizlar yoki bir kishinimi? Unutib qolmanglar. Men sizlarning qon qarindishinglar denglar" dedi. Shuning bilan uning onasining tuqqanlari Abimelek uchun Shekemning bütün oqsoqollariga so'z qildi. Oqsoqollar, u bizning qarindishimiz deb o'z ixtiyorligi bilan Abimelekka agishishni qaror qildi. Ular Abimelekka Baal Birit budxonasidan 70 kumush tangi berdi. Abimelek bu tangilarni bir top chakina o'ktamlarni yallashga ishlatdi. U Ofra shahridagi otasining uyiga berib, o'z qarindoshlarini, ya'ni Yerubaalning 70 o'g'lini bir qo'ram toshning ustida o'tirvatdi. Faqatla Yerubaalning kichik o'g'li Yotam yoshurni yilib kechib ketdi. Shekemning barliq oqsoqollari va bak millolliqlar Shekem shahriga yig'ildi. Ular Türk yenidagi dub darxi ostida Abimelekni podshoh qilib tikladi. Bu xabar Yotamga yetganda u Gilizim teg'ining ustiga chiqib, vaqrab turib: "Gapimga quloq solinglar, Shekemning oqsoqollari. Agar sizlar mening gapimni anglasanglar, Xudomu sizlarning gapinglarni anglaydi. Burungi zamonda daraxtlar o'zlariga podshoh izlab, zaytun darxiga bizga podshoh bo'lg'in debdi. Lekin zaytun darxi ularga men ilohlar ve kişiler şerpiga beradigan meyimdan voz kechib, daraxtlarga podshoh bo'latdim deb javob berdi. Ondan daraxtlar anjir darxiga sen kelib bizga podshoh bo'lg'in debdi. Biroq anjir darxi ularga men o'zimning tatliq ve yaxshi meyvalarimni tashlab, daraxtlarga podshoh bo'lamdim deb javob berdi. Shuning bilan daraxtlar üzüm ko'chtiga sen kelib bizga podshoh bo'lg'in debdi. Biroq üzüm ko'chdimi ularga men ilohlar ve kishilarga xushallik bag'ishlaydigan isil sharoblarimdan voz kechib, daraxtlarga podshoh bo'lamdim deb javob berdi. Eng oxirida barliq daraxtlar yantoqqa sen kelib bizga podshoh bo'lg'in debdi. Yantoq bularga: "Agar sizlar meni samimiy niyatinglar bilan o'zinglarga podshoh qilmoqchi bo'lsanglar, kelib mening soyam ostida panohlaninglar. Undaq bo'lmasa, men yantoqdan o't chiqib, Livan ketir daraxtlarini ko'ydirib tashlag'ay" debdi. Yotam so'zini davomlashtirib: "Sizlar samimiy ve durust niyatinglar bilan Abimelekni podshoh qilgan bo'lsanglar yoki sizlar Yerubaalga ve uning oilasiga sadoqat ko'rsatgan bo'lsanglar, sizlar Yerubaalning qilgan ishlariga loyiq javob qaytargan bo'ladinglar-ku. Atam sizlar uchun urush qilib, hayotga tavakkul qilib, sizlarni Midyallarning qo'lidan qutqizdi. Biroq bugungi kunlikda sizlar isyon ko'tarib, atamning jamiyatiga qarshi turib, uning 70 o'g'lini bir toshning ustida o'ltirdinglar. Hamda uning dedikining o'g'li Abimelekni sizlarning tuqquninglar bo'lganligi uchun Shekem oqsoqollarining podshohi qilib tikladinglar. Agar sizlar bugungi kunlikda Yerubaal ve uning jamiyatiga samimiy ve durust niyatinglar bilan muomala qilgan bo'lsanglar, Abimelek sizlardan, sizlarmu ham Abimelekdan o'zaro xushallik topqaysizlar. Agar unda qilmagan bo'lsanglar, Abimelekdan o't chiqib, Shekem ve Betmillo oqsoqollarini ko'ydirib tashlag'ay. Xuddi shuningdek Shekem ve Betmillo oqsoqollaridanmi o't chiqib, Abimelekni ko'ydirib tashlag'ay dedi. Shundan keyin
Yotem aksi Abimelek'ten qo'rqib, qechib Ba'ir degan joyga berib yashadi. Abimelek İsraillarga 3 yil hukmron bo'ldi. Xudo Abimelek va Shekemning oqsoqollari orasiga so'g'ishchilik soladigan yomon ruhni avatdi. Shuning bilan Shekem oqsoqollari Abimelekka sotqunlik qilishga boshladi. Xudoning munda qilishdagi maqsadi Yerubaalning 70 o'g'lining qinini to'kkan Abimelekni hamda Abimelekni qo'llab o'zining qarindoshlarini o'ltirishga yordam bergan Shekem oqsoqollarini jazolash edi. Shekem oqsoqollari Abimelekni o'ltirish uchun tog'larga bo'ktirma qo'yib, yo'ldan o'tgan kishilarning hammasini bulang-talang qildi. Bu suiqasddan Abimelek xabar topdi. Abidning o'g'li Gaal Shekem shahriga qarindoshlari bilan ko'chib kelib, Shekem oqsoqollarining ishonchisiga erishdi. Ular üzümzarlıqqa berib, üzümlərini üzüb, dəssəb şarab çıxırıb, öz ilahinin butxanasında ziyafət ötküzüb, yeb içib, Abimelek'e lənət oquşdu. Abidning o'g'li Gaal ularga, Abimelek degan kim ekan? Biz Shekemliklarni o'z xizmatiga solg'udak. U degan Yerubaalning o'g'li-ku. Zebulmi faqat uning bir amaldori xolos. Shekemning otasi bo'lgan Hamurning avlodlariga xizmat qilinglar. Nemishqa? Abimelekka xizmat qilgudakmiz. Agar mushu kishilar mening qo'l ostimda bo'lsa, men Abimelekni yo'qotgan bo'latdim. Men uningga qo'shinni chaqirib chiq degan bo'latdim, dedi. Shahar hokimi bo'lgan Zibul Abidning o'g'li Gaalning bu gaplarini anglab g'azablandi. U Abimelekka maxfiy xabarchi avatib Abidning o'g'li Gaal qarindoshlari bilan Shekem shahriga keldi. Ular shahar xalqini sana qarshi isyon ko'tarishga qutratqulik qilyotdi. Shunga sen qo'shinlaring bilan kechilab kelib, shahar sirtidagi itizlikni bo'ktirmida yetinglar. Tong sahar kun chiqishi bilanla shaharga hujum qilib, Gaal va sana qarshi chiqqanlarga xalqningcha zarba bergin degan xabarni yetkazdi. Şunun bilen Abimelek ve onun qo'shinlari kechilab Shekem shahriga yaqin kelib, 4 topqa bölünüp bo'ktirmidi yotdi. Abidning o'g'li Gaal Shekemdan chiqib darvoza oldida turganda, Abimelek ve onun qo'shinlari yo'shinlangan joydan chiqdi. Gaal ularni ko'rib Zibulga, "Qara, tog'lardan odamlar tushyotdi" dedi. Zibul uningga, "U faqat tog'lardagi sayılar qarmoqqa odamga o'xshaydi" dedi. Biroq Gaal yana uningga, "Yo'q, odamlar tog'dan tushyotdi. Yana bir to'p odam palchilar dub darg'i yo'li bilan kelyotdi" dedi. Bu chaqda Zibul uningga, "Maqtanchoq og'zing qani? Sen Abimelek degan kim ekan? Biz nemishqa uningga xizmat qilgudakmiz degan emasmiding? Bu odamlar sen zanglik qilgan odamlar emasmi? Endi chiqib ular bilan urush qil" dedi. Shuning bilan Gaal Shekem oqsoqollarini boshlab Abimelek bilan urush qildi. Abimelek ve uning odamlari ularni qo'g'ladi. Gaalning odamlari qechib shahar darvozasiga borguncha nurg'unlari qirilib ketdi. Shuningdan keyin Abimelek Arumaga qaytib u yerda turdi. Zibul Gaal ve uning tuqqanlarini Shekemda turg'ili qo'ymay, ularni qo'g'lab chiqirvetdi. Etsi Shekemliklar itizlikka chiqmoqchi bo'lganda, Abimelek buningdan xabar tepib, qo'shinini 3 to'pqa bo'lib, ular bilan itizlikda bo'ktirmida yotdi. U kishilarning shahardan chiqayotganligini ko'rib, lashkarlari bilan yo'shirilgan joydan turib, ularni qirvetdi. Abimelek ve uning to'pdikilar shahar darvozasiga hujum qilib, darvozani to'sdi. Qolgan 2 to'pmi yugurib berib, itizlikdagi Shekemliklarni qirvetdi. Shu kuni Abimelek bütün bir kun shaharga hujum qilib, Sheker shahrini qo'lga tushirib, xalqni o'ltirib, shaharni tüp-tüz qilib, tuz kechibdi. Shekem qalasida turadigan xalq bu xabarni anglab, Baal Birit butxonasining yer osti uyiga kirib oldi. Abimelek
ularning shu yerga yig'ilib olganligini anglab, qo'shinlarini Zalmon tegiga elib keldi. U palti bilan bir daraxtning shexini kesib, shoxni mursiga elib, lashkarlarga "Tez, men qilgandek qilinglar" deb buyruq berdi. Shuning bilan lashkarlarmi har biri birdan daraxt shexini kesib, Abimelekka agashdi. Ular daraxt shoxlarini butxona temiga dövilab, o't qo'yibdi. Shuning bilan Shekem qalasida turadigan butun xalq, erlar va ayollar bo'lib, 1000 ga yaqin odam o'ldi. Ondan keyin Abimelek Tibes shahrini qo'rshovga ilib, uni ishg'ol qildi. Lekin shahar ichida bir mustahkam qala bor edi. Butun shahardagi erlar, ayollar va oqsoqollar qalaga qechib kirib, darvozani taqab, o'zlarini qo'g'dash uchun munar ustiga chiqib oldi. Abimelek qalaga hujum qildi. Qalaning kirish eg'iziga o't qo'yishga tayyorlanayotganda, qala ustidagi bir ayol yolg'onchoqning ustunki teshini Abimelekning beshiga tashlab, uning beshini yervatdi. Abimelek darhol yaroq ko'taruvchi yigitga qilichingni chiqarib, meni o'ltirvat. Abimelek bir ayolning qo'lida o'lgan deyilmisin dedi. Shuning bilan u yigit qilichni uningga tiqib o'ltirvatdi. Abimelekning odamlari uning o'lganligini ko'rib, o'ylariga qaytdi. Shunda qilib, Xudo Abimelekning o'z otasiga qilgan yomonliklarini, ya'ni 70 qerindishni o'ltirganini o'ziga qaytirdi. Xudo yana shakalmiklar qilgan barliq yomonliklarni ularning o'z beshiga tushirdi. Yerubaalning o'g'li Yotamning o'qigan la'nati amalga oshdi.